Ishonasizmi, xalqimiz orasida shunaqa fikr bor, eko qildingmi, tamom bittada homilador bo'lasan deyishadi. Ayniqsa pul xarajat qilgandan keyin bular aniq bitta homiladorlik bo'ladi, bular bo'lashini sotib olishadi deb ham o'ylaydigan oilalar bor. Bu juda ham to'g'ri hisoblanadi, chunki masalan o'zi eko qachon qilinadi? Qachonki bir jiddiy bepushtlik sababi bo'lgandagina eko qilinadi. Va ushbu jiddiy bepushtlik sababini bartaraf qilish uchun qilingan eko ba'zi holatlarda bir marta qilingan eko yetarsiz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni birinchi marta qilingan eko samarasiz bo'lishi mumkin. Ekoni rezultati, ya'ni ekoni natijasi bu bir nechta etaplarga va bir nechta sabablarga bog'liq bo'ladi. Tuxum hujayrasi sifati, urug' hujayrasi sifati, bachadondagi muammolar, bachadon naylaridagi hattoki muammolar ham ekoni uspeshni bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin ekan. O'sha uchun barcha shu bepushtlik muammosi bor bo'lgan, xususan eko qilayotgan bemorlarimizning bitta narsani men iltimos qilib qolardim. Eko natijasida hech qachon bir martada homilador bo'lib o'ylamang. Albatta barchasi Allohdan, albatta yuksak texnologiyalari bor va yuksak saviyali vrachlari bor bo'lgan klinikalarda homilador bo'lish foizi juda yuksak hisoblanadi. Lekin barchasi Allohdanligini va Allohga tavakkal qilishni hech birimiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak.